Liksemizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Bugün çizdağı 2021 yıl 3. ayının 29. günü. Endiki mavzumunda hürmetlik vatandaşlar. Amerika Qo'shma Shtatlari ittifoqdoshları bilan qo'l tutishib, Jungoni cheklayotgan bir paytda Jungomo sherik izlab o'zini illitmoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 3. ayning 27. kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlan. Washington. Amerika Jungo Alyasga suhbatidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Yevropa Ittifoqi va NATOning bosh shtabi joylashgan Brusselga berib, Jungoga o'rtaq taqobil turishning choralarini muhokama qildi. O'xshashli bir vaqtda Jungo ham o'zining sheriklarini izlab, ularning qo'llashini qo'lga keltirmoqchi bo'ldi. Bunda qo'lga keltirish bilan Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosining ta'siriga qarshi turmoqchi bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi bilan Jungoning Guylen shahrida suhbat o'tkazgandan keyin Jungo davlat mahkamasining a'zosi qo'shimcha tashqi ishlar ministri Wang Yi O'rta Sharqda 6 davlatga ziyorat bilan yetib keldi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Wang Yining bu qatimqi ziyarati O'rta Sharq musulmon davlatlarini izlab, Uyg'uriston masalasi bo'yicha o'zini qo'llashni qo'lga keltirish, ya'ni Uyg'uriston masalasi bo'yicha Jungoni qo'llashni qo'lga keltirish, Jungoning cho'ng davlatlik qiyofatini ko'rsatishdan iborat xolos. G'arb dunyosi embargo qilgandan keyin Jungo Rossiyaning va O'rta Sharqning qo'llashini izlab tepishga yuzlandi. 3. ayning 24. kuni Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken Yevropa Ittifoqida ittifoqdoshlar va do'stlar bilan ko'rishib, kun sayin devaylab kelayotgan Jungoga o'rtaq taqobil turishni talab qilgan chog'da Jungo Saudiya Arabistoniga berib valiahd Muhammad Salman bilan ko'rishdi. Jungo matbuotlari xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Podshoh Muhammad Salman mundaq dedi. Saudiya Arabiston Jungoning Uyg'uriston, Hong Kong masalasidagi maydonini qo'llaydi. Saudiya Arabiston Jungoning Uyg'uriston, Hong Kong masalasidagi maydonini qo'llaydi. Har qanday sabablar bilan Jungoning ichki ishlariga aralashishga qarshi turdi. Ayrim kuchlarning Jungo bilan islom ellari o'rtasidagi munosabatlarga buzg'unchilik qilishiga qarshi turdi. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Jungoning Uyg'uristonda Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilishi G'arb dunyosining qo'l tutishib embargo qilishiga uchragan chog'da o'zini islom dunyosining yuragi deb atab olgan Saudiya Arabiston Jungoni texmi ochiq qo'llashi shubhasizki Jungoning nazarida muhim ish edi. O'rta Sharq ziyoratga chiqishdan burun Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan Guangxi Guylen shahrida suhbat o'tkazdi. Rossiya tarafdan qo'llashga erishdi. Yolg'on so'zlama va muxbir. Rossiya tarafdan qo'llashga erishdi. Yolg'on so'zlama. 3. ayning 22. kuni, ya'ni haftaning 1. kuni Amerika, Yevropa Ittifoqi, Angliya, Kanada qatorli G'arb davlatlari Uyg'uriston masalasi bo'yicha Jungo amaldorlariga orqa-orqadan embargo yurgizdi. Bu prezident Joe Biden bu
Prezident Joe Biden vazifəyə oturğandan beri G'arb dünyası dövlətləri tunji qatam jöngiga qo'llangan mosqa damlak harakatidir.